Pensionerlar diqqat bilan eshiting. Har oy keladigan ayrim kvitansiyalarni ko'rona to'lab yuborsangiz, o'zingizga tegishli bo'lgan kompensatsiya, qayta hisob-kitob yoki imtiyozdan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki gap 10-20 ming so'm haqida emas. Ba'zan bir necha 100 ming so'm, hatto yil davomida millionlab so'm ortiqcha to'lov haqida ketadi. Men bugun sizga qaysi 5 ta kvitansiyani shoshilib to'lamaslik kerakligini, qachon 100% kompensatsiya talab qilish mumkinligini, qaysi hujjatlar kerakligini va amalda nima qilish lozimligini aniq tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat sizga, balki ota-onangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avval ko'pchilik pensionerlar kvitansiya keldi degani darhol to'lash kerak deb o'ylardi. Elektr keldi, to'laydi. Gaz keldi, to'laydi. Suv keldi, to'laydi. Isitish keldi, to'laydi. Uy-joy xizmatlari yoki chiqindi uchun kvitansiya keldi, yana to'laydi. Eng katta muammo shundaki, ko'p odamlar hisob-kitob qanday tuzilayotganini tekshirmaydi. Hisoblagich ko'rsatkich to'g'rimi? Normativ noto'g'ri qo'llanmaganmi? Uyda ro'yxatda turgan odamlar soni mosmi? Pensionerga yoki nogironligi bor shaxsga imtiyoz qo'llanganmi? Subsidiya hisobga olinganmi? Bularning hammasi ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Ko'plab xizmatlarda ma'lumotlar elektron bazalar orqali yuritiladi. Murojaatlarni yozma yoki onlayn topshirish mumkin. Ortiqcha hisoblangan summa bo'yicha qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Eng muhimi, agar siz imtiyozli to'yfaga kirsangiz yoki sizga noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, siz faqat rahmat, keyingi safar to'g'rilang deb qolmasligingiz kerak. Siz ortiqcha to'langan summani keyingi oy hisobidan chegirishni, qaytarishni yoki to'liq kompensatsiya qilishni talab qilishingiz mumkin. Lekin bir narsani boshidan aniq aytaman, to'lamang degani umuman qarz qilib yuravering degani emas. Men sizga kvitansiyani tekshirmasdan, huquqingizni aniqlamasdan, ortiqcha summani tan olmasdan to'lamang demoqchiman. Agar kvitansiya noto'g'ri bo'lsa, avval ariza berasiz, dalil ko'rsatasiz, qayta hisob-kitob talab qilasiz. Shundan keyin to'g'ri summa bo'yicha to'lov qilasiz yoki kompensatsiya olasiz. Eng ko'p xato aynan isitish, issiq suv va markaziy ta'minot xizmatlarida uchraydi. Sababi bu xizmatlarda hisob-kitob ko'pincha murakkab bo'ladi. Xonadon maydoni, uy umumiy maydoni, mavsum, tarif, isitish berilgan kunlar soni, ba'zan hisoblagich bor yo'qligi ham ta'sir qiladi. Masalan, pensioner ona 2 xonali kvartirada yolg'iz yashaydi. Kvartira maydoni 22 kvadrat metr. Qishda isitish uchun oyga 300 ming so'm atrofida kvitansiya keladi. Uni har oy to'lab yuradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, uyda isitish mavsumining bir qismida batareyalar deyarli iliq bo'lmagan, lekin xizmat to'liq ko'rsatilgan deb hisoblangan. Bunday holatda pensioner men baribir to'lashim kerak deb o'ylamasligi kerak. Agar xizmat sifatsiz ko'rsatilgan bo'lsa, harorat me'yoridan past bo'lsa, issiq suv bo'lmagan kunlar uchun to'liq to'lov talab qilinsa, dalolatnoma tuzdirish va qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Bu yerda 100% kompensatsiya masalasi nimada? Agar sizdan umuman ko'rsatilmagan xizmat uchun pul olingan bo'lsa, masalan, issiq suv bir oy davomida berilmagan, lekin kvitansiyada to'liq hisoblangan bo'lsa, shu qism bo'yicha to'liq kompensatsiya talab qilish mumkin. Ya'ni siz foydalanmagan xizmat uchun pul to'lamasligingiz kerak. Gaz bo'yicha pensionerlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki bu yerda ikkita asosiy muammo bor. Hisoblagich ko'rsatkichining noto'g'ri kiritilishi va normativ bo'yicha ortiqcha hisoblash. Ba'zan hisoblagichdagi raqam noto'g'ri o'qiladi. Ba'zan eski qarz yangi kvitansiyaga qo'shilib ketadi. Ba'zan uyda yashamaydigan odamlar hisobga olinadi. Masalan, otaxon qishloqda yashaydi, uyda gaz hisoblagich bor. Hisoblagich bo'yicha oyiga 120 kub gaz ishlatgan. Lekin kvitansiyada 320 kub deb ko'rsatilgan. Otaxon balki men bilmay qolganman deb to'lab yuborsa, keyin pulni qaytarish qiyinlashadi. To'g'ri yo'l darhol hisoblagichni suratga olish, eski kvitansiyalarni solishtirish. Gaz ta'minoti tashkilotiga yozma ariza berish va qayta hisob-kitob so'rash. Yana bir misol, pensioner ayolning uyida 4 kishi ro'yxatda turadi, lekin amalda u yolg'iz yashaydi. Agar hisob-kitob odam soniga qarab yuritilayotgan bo'lsa, bu juda katta farq qiladi. Bunday vaziyatda yashovchilar soni bo'yicha ma'lumotni yangilash kerak. Agar ortiqcha hisoblangan bo'lsa, hujjatlar asosida qayta hisob-kitob talab qilinadi.
Elektr bo'yicha odamlar odatda hisoblagich bor, demak xato bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa xato bo'lishi mumkin. Masalan, hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'lishi, boshqa xonadon qarzi sizga ulanib qolishi, eski va yangi hisoblagich almashtirganda ko'rsatkich noto'g'ri rasmiylashtirilishi mumkin. Pensionerlar uchun elektr masalasida yana bir muhim nuqta bor. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsangiz, ayrim holatlarda subsidiya, kompensatsiya yoki mahalliy yordam dasturlari bo'lishi mumkin. Buni o'zingiz tekshirmasangiz, hech kim kelib mana sizga pul demasligi mumkin. Real holatni olaylik. Pensioner xotin oyiga o'rtacha 220 kilovat elektr ishlatadi. Bir oy kvitansiyada birdan 900 kilovat chiqadi. Ular qo'rqib qarz bo'lib qolmaylik deb to'lab yuborishadi. Keyin ma'lum bo'ladiki, hisoblagich ma'lumoti texnik xato bo'lgan. Agar ular to'lashdan oldin murojaat qilganida masala tezroq hal bo'lardi. Shuning uchun men doim aytaman, odatdagi summadan keskin yuqori kvitansiya kelsa, bu darhol tekshirish uchun signal. Suv bo'yicha xatolar ko'pincha uyda nechta odam yashashi, hisoblagich bor yo'qligi va hisoblagich muddati bilan bog'liq bo'ladi. Agar hisoblagich tekshiruvdan o'tmagan deb bazada turib qolsa, sizga normativ bo'yicha ko'proq hisoblashlari mumkin. Ba'zan hisoblagich ishlayotgan bo'ladi, lekin tizimda ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Masalan, pensioner ayolning suv hisoblagichi bor. U oyiga 4-5 kub suv ishlatadi, lekin kvitansiyada 15 kub hisoblangan. Sababi hisoblagich muddati o'tgan deb belgilangan. Ayol buni bilmagan. U 3 oy davomida ortiqcha pul to'lagan. Keyin hujjatlarni ko'rsatib, tekshiruvdan o'tkazib, qayta hisob-kitob qildirgan. Agar sizda ham shunday bo'lsa, ortiqcha to'lovni keyingi oylarga o'tkazish yoki qaytarishni talab qilishingiz mumkin. Bu yerda yana bir muhim holat bor. Agar suv bir necha kun yoki haftalab berilmagan bo'lsa, lekin kvitansiyada to'liq xizmat ko'rsatilgan deb pul yozilgan bo'lsa, siz bunga rozi bo'lmasligingiz kerak. Mahalla, qo'shnilar, dispetcherlik xizmati, ariza raqami, dalolatnoma bularning hammasi sizga dalil bo'ladi. Pensionerlar orasida eng ko'p tushunmovchilik aynan shu kvitansiyada bo'ladi. Uy-joy xizmati, ekspluatatsiya xarajatlari, obodonlashtirish, lift, umumiy joylarni saqlash, chiqindi kabi bandlar keladi. Odamlar ularning har birini tekshirmaydi. Lekin aynan shu yerda siz yashamaydigan xizmat uchun ham pul yozilishi mumkin. Masalan, birinchi qavatda yashaydigan pensionerga lift xizmati uchun to'lov yozilyapti. Ba'zi joylarda qoidaga ko'ra lift uchun hamma to'lashi mumkin. Ba'zi joylarda esa alohida tartib bo'ladi. Shuning uchun avtomatik ravishda to'g'ri deb qabul qilmang. Boshqaruv kompaniyasidan tarif asosini, yig'ilish qarorini, shartnomani va hisob-kitobni so'rang. Yana bir misol, otaxon yozda 3 oy qishloqdagi farzandinikida yashagan, shahardagi kvartirasida hech kim bo'lmagan. Lekin chiqindi uchun to'lov to'lib yozilgan. Ayrim xizmatlarda vaqtincha yashamaganlikni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, qayta hisob-kitob qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buning uchun o'z vaqtida ariza berish ketgan va qaytgan sanani ko'rsatish, guvohnoma yoki tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qilish kerak. Eng avvalo, yolg'iz yashovchi pensionerlar tekshirish kerak. Chunki bunday odamlar ko'pincha eski ro'yxat, eski ma'lumot. Ortiqcha yozilgan odam soni sababli ko'proq to'lab yuradi. Ikkinchi guruh, nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ular ayrim ijtimoiy imtiyozlar yoki yordam dasturlariga kirishi mumkin. Uchinchi guruh, kam ta'minlangan oilada yashovchi pensionerlar. Agar pensiyadan boshqa daromad bo'lmasa, kommunal to'lovlar oilaviy byudjetga og'ir tushsa, subsidiya yoki moddiy yordam masalasini albatta ko'tarish kerak. To'rtinchi guruh, kvitansiyasida birdaniga katta sakrash bo'lganlar. Masalan, har oy 5 ming so'm to'lab yurgansiz, birdan 6 ming so'm keldi. Bu holatda narx oshibdi deb o'ylab to'lab yubormang. Tarif oshgan bo'lsa ham, bunday keskin farqning sababi bo'lishi kerak. Hisoblagich, qarz, penya, normativ, odam soni, avvalgi oy qoldig'i hammasini tekshirish kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha hisoblagichlaringiz soz bo'lsa. Har oy ko'rsatkichni o'zingiz topshirsangiz, kvitansiya summasi odatdagidek bo'lsa, ro'yxatda yashovchilar soni to'g'ri bo'lsa va imtiyozga da'vo qilmasangiz, albatta har oy vahima qilish shart emas. Lekin baribir kamida 3 oyda bir marta kvitansiyalarni solishtirib boring. Birinchi nozik jihat, pensioner bo'lishning o'zi har doim avtomatik 100% ozodlik degani emas. Bu juda muhim. Ayrim odamlar men pensionerman,
Demak, hamma kommunal to'lovlar bekor bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Amalda esa imtiyozlar toifaga, daromadga, yashash sharoitiga, nogironlik holatiga, mahalliy dasturlarga yoki aniq xizmat turi bo'yicha qoidalarga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingizga tegishli huquqni hujjat bilan tasdiqlashingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, kompensatsiya va imtiyoz bir xil narsa emas. Imtiyoz degani sizga oldindan chegirma qo'llanishi mumkin. Kompensatsiya esa siz to'lagan yoki sizga noto'g'ri hisoblangan summaning keyin qaytarilishi, qoplanishi yoki keyingi to'lovlardan chegirilishi bo'lishi mumkin. Masalan, sizga suv uchun 200 ming so'm ortiqcha hisoblangan. Tekshiruvdan keyin bu xato tasdiqlandi. Shunda tashkilot sizga naqd pul qaytarishi shart bo'lishi yoki keyingi oylardagi to'lovingizdan ushlab qolishi mumkin. Qaysi tartib qo'llanishini yozma javobda aniq talab qiling. Uchinchi nozik jihat, og'zaki gapga ishonmang. Opajon, keyingi oy to'g'rilab qo'yamiz. Otaxon, xavotir olmang, ba'zida tuzatamiz degan gaplar yetarli emas. Sizda ariza nusxasi qabul qilingan sana murojaat raqami mas'ul xodimning javobi bo'lishi kerak. Chunki ertaga boshqa xodim keladi. Tizimda ma'lumot topilmaydi. Siz esa dalilsiz qolasiz. To'rtinchi nozik jihat. Penya va qarz masalasiga ehtiyot bo'ling. Agar kvitansiya noto'g'ri deb o'ylasangiz ham, butunlay jim yurish xavfli. To'lovni to'xtatib qo'yib, ariza bermasangiz, tizim sizni qarzdor deb ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri yo'l darhol yozma e'tiroz berish, bahsli summani alohida ko'rsatish, agar imkon bo'lsa, baxtsiz qismini to'lash. Masalan, elektr uchun odatdagi sarfingiz 500 ming so'm, kvitansiya 700 ming so'm keldi. Siz arizada 500 ming so'm baxtsiz qismini to'lashga tayyorman. 50 ming so'm bo'yicha qayta hisob kitob talab qilaman deb yozishingiz mumkin. 5-nozik jihat. Hisoblagich ko'rsatkichini muntazam suratga oling. Har oyning bir kunini belgilang, masalan 25 sana. Elektr, gaz, suv hisoblagichlarini telefonga suratga oling. Suratlarda sana saqlanadi. Bu juda kuchli dalil. Agar keyin bahs chiqsa, sizda real ko'rsatkich bo'ladi. 6-nozik jihat. Ro'yxatda turgan odam bilan amalda yashayotgan odam farq qilishi mumkin. Kommunal xizmatlar ba'zan ro'yxat bo'yicha, ba'zan amaldagi yashovchilar bo'yicha, ba'zan hisoblagich bo'yicha hisoblaydi. Shuning uchun farzandlaringiz boshqa shaharda yashasa, chet elda bo'lsa, armiyada bo'lsa, talaba bo'lsa yoki boshqa manzilda vaqtincha yashayotgan bo'lsa, buni hujjat bilan tasdiqlab, qayta hisob kitob qilish masalasini ko'taring. Birinchi qadam, oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Agar imkon bo'lsa, 12 oyligini yig'ing. Elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi, uy-joy xizmatlari bo'yicha alohida papka qiling. Har birida summa, hisoblagich ko'rsatkichi, qarz, penya, tarif va xizmat turi ko'rsatilgan joylarni belgilang. Ikkinchi qadam, odatdagi sarfingizni aniqlang. Masalan, elektr odatda 1 soatda kilovat, gaz yozda 30 kub, qishda 200 kub, suv 5 kub bo'lishi mumkin. Agar bir oyda keskin farq bo'lsa, sababini yozib qo'ying. Noyabr oyida gaz 2 barobar oshgan. Mart oyida suv normativga o'tgan. Iyul oyida chiqindi odam soni bo'yicha ko'paygan degan qaydlar keyin juda kerak bo'ladi. 3-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, JSSHIR, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy hujjat, uy kadastri yoki ijara shartnomasi, oila tarkibi haqida ma'lumot, hisoblagich pasporti, oxirgi kvitansiyalar. Bank kartasi rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Agar vaqtincha yashamagan bo'lsangiz, buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham qo'shing. Davolanishda bo'lganlik ma'lumoti, boshqa manzilda yashaganlik tasdig'i. Safar hujjati yoki mahal ma'lumotnomasi. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada isyot emas, fakt bo'lishi kerak. Masalan, men falonchi falon manzilda yashayman. 2025 yil yanvar oyi uchun gaz to'lovi odatdagi ko'rsatkichdan keskin yuqori hisoblangan. Hisoblagich ko'rsatkichi bo'yicha sarf 120 kub, kvitansiyada 220 kub ko'rsatilgan. Qayta hisob kitob qilishni, ortiqcha hisoblangan summani bekor qilishni va natijani yozma ravishda taqdim etishni so'rayman. Mana shunday yozilsa, tashkilot aniq javob berishga majbur bo'ladi. 5-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Har bir xizmat bo'yicha avvalo xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga boring. Elektr bo'lsa elektr ta'minoti, gaz bo'lsa gaz ta'minoti, suv bo'lsa suv korxonasi, isitish bo'lsa issiqlik ta'minoti, chiqindi bo'lsa chiqindi xizmati yoki boshqaruv kompaniyasi. Agar masala hal bo'lmasa, tuman hokimligi, mahalla
iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlari, kommunal soha nazorati idoralari yoki onlayn murojaat portallari orqali shikoyat qiling. Muhimi, har bir murojaatning raqamini saqlang. 6-qadam, dalolatnoma talab qiling. Agar xizmat bo'lmagan, sifatsiz bo'lgan, issiqlik yetarli bo'lmagan, suv kelmagan, gaz bosimi past bo'lgan bo'lsa, faqat telefon qilib shikoyat qilish yetmaydi. Mutaxassis chaqiring, holatni ko'rsating, dalolatnoma tuzdiring. Qo'shnilar ham shu muammoga duch kelgan bo'lsa, jamoaviy murojaat yanada kuchli bo'ladi. 7-qadam. Imtiyoz va subsidiya masalasini alohida so'rang. Ko'p pensionerlar agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari aytishardi deb o'ylaydi. Yo'q, ko'pincha siz o'zingiz ariza berishingiz kerak. Mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki tegishli markazga borib, mening daromadim, oilaviy holatim, pensionerligim bo'yicha kommunal to'lovlar uchun subsidiya yoki kompensatsiya olish huquqim bormi deb yozma so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. 8-qadam, javobni tekshiring. Ba'zan tashkilot qayta hisob-kitob qilindi deb javob beradi, lekin keyingi kvitansiyada o'zgarish ko'rinmaydi. Shuning uchun keyingi oy kvitansiyasida chegirma, qaytarilgan summa yoki tuzatish aks etganini tekshiring. Agar aks etmasa, yana murojaat qiling va oldingi javob nusxasini ilova qiling. Demak, pensionerlar, men bugun sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Isitish va issiq suv, gaz, elektr, sovuq suv va kanalizatsiya. Shuningdek, chiqindi hamda uy-joy xizmatlari bo'yicha kvitansiyalarni ko'r-ko'rona to'lamang. Avval tekshiring, hisoblagich ko'rsatkichni solishtiring. Imtiyozingiz bor yo'qligini aniqlang. Ortiqcha yoki noto'g'ri hisoblangan summa bo'lsa, yozma ariza bilan qayta hisob-kitob talab qiling. Agar xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa yoki sizdan asossiz pul olingan bo'lsa, shu qism bo'yicha to'liq kompensatsiya talab qilishga haqlisiz. Eng muhim qoida: jim qolmang, og'zaki va'daga ishonmang, hujjat bilan ishlang. Kvitansiya, ariza, surat, dalolatnoma va yozma javob sizning asosiy himoyangizdir. Agar sizda ham shunday holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi kvitansiyada xato chiqdi? Qancha ortiqcha hisoblashdi? Masalani qanday hal qildingiz? Bu boshqa pensionerlarga katta yordam bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, tanish pensionerlarga yuboring. Chunki bir odamning vaqti olgan ma'lumoti uning pensiyasini, pulini va asafini saqlab qolishi mumkin.